Van deb chiqqan ayzan shunday bir gazel haydiman degan yurtdoshlarimiz bo'lsa, xo'jalik boqaman degan og'ayni tug'alarimiz bo'lsa, bu video sizlar uchun. Videoni ko'rsatib davom etamiz. Sizlarga bir chiroyli bir ajoyib paket desak ham bo'ladi. Gazelni obzorni ishlab tanishib chiqamiz birgalikda. Qani bo'lsam ketdik. Hurmatli vatandoshlar, bagaj tarafidan, kuzov tarafidan boshlasak, uzunligi qancha metr buni? 420. 420 ga balandligi Balandligi standart. Short beradi. o'zini ya standartga O'zini standart. qayta jihaz etilgan. Qayta jihaz etilgan polni ram kuzov olinib qaytadan yana metan qo'yilgan. Kuzovlar ham ishlangan. Tentokchi bor. Tentok Qo'yilmagan tenti bor. Hozir azar ichi toza holatda turibdi. Mashina o'zi toza, hozir bir qator hammani ko'rsatib ketamiz. Orqa tarafi o'sha kuzovga kelsak, polni hamma ish ishlash uchun tayyor holatda turibdi. Gazini bosib, vang etib yuraverasiz, xudo xohlasa. Metan 4-pokoleniya, ham benzinda ham gazda yuriydi. Mashina 80 ga chiqqandan keyin o'sha avtomatik o'tib ketadi metanga. o'zi 100% tayyor holatda, avtomobilimiz toza, bu 13 Ishi yuradi bu. 13 ming degan bu hech narsa emas bu. Moskvada bu. Qayda olmadim-da, vaqtim ham bo'lmadi. Yaqinda yana ketaman. Shuna Turgan yana mashina. turib qolacak. Yana turib qoladi. Tushundim. Mashinaga qancha so'm aytamiz bahosini? Mashinaga shu 260 ta aytaman. 260 Sal million. qaytiladi endi. Endi hozir birada unday pul topilmasligi mumkin, birada bo'lishi mumkin. Endi bu mashina zo'r mashina, endi olaman degan odam ko'p bo'lishi mumkin. Endi variantga chiqib qoladi, puli yo'q bo'lishi mumkin, bo'lib beradiganlar yoki turarmi? Faqat nalichiga soting deb turibman hozir. Xo'p, shunda tak bu bitarni ozroq baho ayting, shunga qarab odamlar Shu 255 dan kamini berolmayman. beramiz. 247 millionga oldim 2021 da. $3,5 buni kuzovini, ishlarini, hamma yerini, qayta jihozini, hammasini O'zini pulini so'rab turibsiz. nish etdim. Endi o'zini pulidan ham oz. Bir ozgina yilini bo'yonga hayda olmagani bilan. Hurmatli aziz vatandoshlar, ekranda ko'rib turgan telefonlarga telefon etib batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. O'zaro kelishasizlar, mashina ko'rasizlar, yoqsanglar, olasizlar. Mashina zo'r, ideal holatda turibdi. Hech qanday bir yuqoridagi kamchiliklar yo'q, chizilgan, yampaygan, qirqilgan, hamma yeri toza holatda turibdi. Ya'ni turgan mashina. Bortidagi yengilroq mashinaga bortidagi ham bor. Yo'q, faqat nalichiga. Nalichiga. Imkoni boricha. WhatsAppdan aloqa qilsangiz mumkin. Agarda Yevropa, Qozog'iston, Rossiyada, ya'ni musofirlikda bo'lsanglar, programmadan chiqmay, internetdan ko'rasizlar. Bu xatir ko'rsatib ketamiz. Yoqdan bo'lsa bir likelar bilan videoni podpiska qilib, shu gazel xaridorlar tashlab qo'yamiz. E'tibor uchun rahmat. Hurmatli aziz vatandoshlar, bugundan boshlab bizlarni reklamalarimiz mutlaq tekin bo'ladi, ya'ni 100% aksiyada. Videoni podpiska qilib qo'yamiz, avtomobil sotsak bo'ladi, traktor, dizel, tanki farq yo'q. G'oltekmi, velosipedmi, mototsiklmi, molmi, mol sotmoqchisiz, mol olmoqchisiz, bemalol bizga aloqa chiqishingiz mumkin. E'lonlarimizni bepul chiqarib beramiz. Videoni imkoni bor darajasida tarqatib qo'ysangiz so'rab qolamiz. Agarda sizlar bizlarni podpискada qo'llab-quvvatlab tursangiz, qo'ldan kelgancha ketma-ket shunday bir aksiyalarni qo'yib boramiz. Bu albatta sizlar uchun foyda. Shu reklamalarimiz 500 ming so'm edi, bir reklama 500 mingga chiqarib berdik. Hozir esa mutlaqo tekin bo'lib qoldi. Ya'ni sizlar uchun. Sizlar qo'llab-quvvatlab tursangiz, yana bir ko'plab sovg'alarni qo'yishimiz mumkin. Qandaydir bir padakilarni qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Hammasi sizlarga avval. Qani azizlar, videoni unchalik ko'p tarqatib, unchalik ko'p like bossanglar, kommentariy yozib qoldirsanglar, shunchalik ko'p bizga kuch bo'ladi, ya'ni ilhom berasa, energiya berasizlar.